Bugun sizlar bilan birga gulkaromdan shunaqa chiroyli taom tayyorlaymiz. Hozir gulkarom mavsumi boshlangan. Hamma har xil usulda gulkarom pishiradi. Men bugun gulkarom o'zidan kechki taom uchun ovqat tayyorladim. Qani bo'lmasa birgalikda qilishni boshlaymiz. Gulkaromli taomimizga kerak bo'ladi: bitta o'rtacha gulkarom, 2 sabzi, 6 kartoshka, 3 dona tuxum, 4 dona barra chesnok, bitta choy qoshiqda zira, tabga ko'ra tuz va qo'shimiz uchun yog' kerak bo'ladi. Hozir birinchi bo'lib gulkaromni yaxshilab yuvib tozalab, keyin tuzli suvda qaynatib olamiz. Mana qozonimizga tuz solganmiz, suv qaynashni boshladi, gulkarom solamiz. Mana ustidan yana suv quydik, ko'mar suv solamiz. Chalroq pishiramiz, juda ham pishib ezilib ketishi kerak emas, chunki buni dimlaymiz hali kartoshka bilan. Gulkarom pishguncha sabzi, kartoshkalarni pichoqchamizni to'g'rab olamiz, bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana kartoshka bilan sabzilarni bo'laklarga bo'lib oldik. Endi tovamizga yog' solib, bularni qovurishni boshlaymiz. Bularga ozgina tuz sepamiz. Bu yerda gulkaromimiz qaynab chiqdi, buni pasaytirib qo'ydik. Tovamizga 250 ml yog' soldik. Endi kartoshkalarni solib qovurishni boshlaymiz. Bu yerda gulkaromimiz tayyor bo'ldi. Gazga o'chirib, suvdan olamiz gulkaromni. Mana gulkaromni juda ham eziltirmasdan salcharoq qilib pishirib oldik. Olib qo'ydik suvdan. Kartoshkamiz to qizarib pishguncha bu turib turadi. Mana kartoshkamizni ham shunday qizartirib oldik. Qolganini soldik qizartirishga. Mana kartoshkamizni hammasini oldik. Endi sabzlarimizni ham bir-biriga qo'yib olamiz. Mana kartoshka bilan sabzimiz tayyor bo'ldi. Endi uchta tuxumni chaqib, ozgina tuz solib aralashtiramiz. Gulkarom bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana tuxumga tuz soldik, endi aralashtiramiz. Mana gulkarom tayyor, tuxumga tuz aralashtiramiz tayyor. Endi qovurishni boshlaymiz. Gulkaromni tuxumga belab, kartoshka qo'yilgan yog'ni o'zida buni pishirib olamiz. Mana gulkarom qovurishni boshladik. Mana shunday tillarang bo'lganda olamiz. Mana gulkarom qolganlarini ham soldik. Ozgina tuxum qolgan edi, uni ham ustidan aylantirib qo'yib yubordim. Endi hozir buni ham hamma tarafini qizartirib olaman. Mana gulkaromimiz ham deyarli tayyor bo'ldi. Endi past taraflarini, band taraflarini qizarsa olamiz. Gulkarom juda ham foydali, immunitetni zo'r ko'taradigan narsa. Gulkarom ayniqsa karomni boshqa turlari ham yaxshi immunitetni ko'taradi. Ayniqsa hozir bahor oyida hamma gulkarom qo'shib maza qilib iste'mol qiladi. Bu retsept bo'yicha ham albatta qilib ko'ringlar. Endi mana barra chesnoklarimizni ham boyagida qo'rib olamiz. Chesnoklarimizni ham qo'rib olamiz. Qozonimizga 50 ml yog' soldik, yarim cho'mcha. Endi buni ustiga kartoshkamizni solib, ustidan tuz bilan zira sepamiz. Tuz bilan zira sepib oldik. Endi ustidan boya sabzini hammasini solamiz. Bularni ham ustidan ozgina tuz sepdik. Endi buni ustidan qolgan kartoshkalarni teramiz. Mana endi tuz bilan zira sepib oldik. Endi buni ustidan gulkaromlarni asta-sekinlik bilan qo'yib chiqamiz. Mana gulkaromlarni ham terib chiqdik. Endi bularni ustidan tuz sepib olamiz. Mana tuzni ham sepib oldik. Endi ustidan chesnoklarni qo'yib chiqamiz. Endi mana chesnokni ham qo'yib chiqdik. Endi atrofidan bir piyola suv aylantirib qo'yib chiqamiz. Qozonimiz atrofidan kichkina piyolada bir piyola suv aylantirib qo'yamiz. Mana qaynashni boshladi. Gazni past qilib 20-25 minutga dimlab qo'yamiz. Mana yarim soat vaqt o'tdi. Taomimiz tayyor bo'ldi. Endi buni chiroyli qilib lagamizga suzib olamiz. Mana gulkaromli taomimiz tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Karomlar ezilmasdan bitta-bittadan qoshiqdan olganimiz uchun shunaqa chiroyli bo'lib chiqdi. Shunda yangi barra chesnoklar hidi, karomlar hidi shunaqa zo'r bo'lib kelyapti ovqatimizdan. Juda ham chiroyli chiqadi. Qilib ko'ringlar. Agar retseptda yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni bildiringlar. Yana yangi videolarda uchrashguncha kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsanglar, a'zo bo'lib olinglar. Shunda har bitta qo'yayotgan videolarimni kuzatib borasizlar. Yana yangi videolarda uchrashguncha.